Assalomu alaykum, Universal Obzor kanalining hurmatli tomoshabinlari va parranda ishqibozlari. Bugun yana sizlar uchun bronza 708 kurka jo'jalarini obzor qilib beramiz. Xudo xohlasa 20 kunlik sotuvga tayyor. Olmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar do'stlar. Vaksinalari xudo xohlasa bitibdi, 20 kunga to'lgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Cho'rindi qishlog'idan. Har doimgidek Bunyodjonda mini firmasidamiz do'stlar. Bunyodjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stlar, xohlasa Xudoga shukr. xalq xizmatida. Xo'p, 20 kunlik bo'ldi bu jo'jalarimiz. Xudo xolasa 20 kunlik bo'ldi akalarimiz. Sotuvga tayyor. Tayyor holatda. Qancha bor hozir bu yerda? 1000 ta atrofida bor. 1000 tacha qoldi. O'tgan safarga qo'yilgan videolarimizdagilar 6000 ta tugadi o'zi. Ha, u tugadi. Bu partiyamizda saqlab turganimiz deydi. Gap yo'q. Bu partiyamiz xudo xolasa sotuvga tayyor bo'ldi. Bronza 708. Xo'p. Bu jo'jalarimizga o'sha bruller demi beriladi, to'g'rimi? Shunday, birovlar demi bilan boqiladi aka. Birinchi oyligiga start. Birinchi Keyingi oyliklariga rost beriladi. Rost berilishini sababi o'stirib beradi u. Start jo'ja holatdan chiqarib beradi aka. Rostimiz o'stiradi, finish to'ldiruvchi. Res beradi go'shtga. Res beradi. Go'sht beradi. Gap yo'q. Xo'p, bu jo'jalarimizni misol uchun yangi boqmoqchi bo'lganlar uchun nima tavsiya beriladi endi? Hozir mana kunlar isidi. Bunaqa ichkarilarda boqish shart emas. Ko'chalarda, tashqarilarda ham boqsa bo'ladigan sharoitga kelib qolindi. Albatta aka, qo'yvorib boqadigan bo'lsa, tashqarida quyoshdan kalsiy oladi, D vitaminini oladi, oyoqlari qiyshayshi, boshqa kasalliklar bo'lmaydi, zakda yurmasa bo'ldi. Sog'lomligi yaxshi bo'ladi. Faqatgina shu kechqurunga sham tushadigan vaqtda kiritib qo'yish kerak tana joyiga. Ustidan sham tushmaslik kerak. Kunduz kuni qo'yib yuborsa, jo'jalar sog'lomligi ham yaxshi bo'ladi. Hozir misol uchun o'zini mana shu rost finishlardan tashqari mana makka bug'doy, sabzavotlar, o't o'lanlar beradigan bo'lsa qanaqa bo'ladi unda? Ularni bersa ham bo'ladi, jichcha o'sib olish kerak bo'yi. Ichi o'tib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Hozir jo'ja holatda imkon qadar o'zini yemini berish kerak. 1,5 oylik, 2 oylik bo'lguncha yopiq joyda boqib turishsa aka, maqsad muvofiq yaxshi bo'lar edi. Xo'p, ko'pchiliklar o'sha o'tgan safargi videolarda narx aytmaganimizga to'g'risi rosa yozishyapti-da. Narx aytmayapsizlar, video qilganga yarasha deyishyapti. Lekin biz o'sha oraliqda aytib o'tyapmiz. Bu videolarni keyingi yil, 3-4 yildan keyin ko'radigan bo'lsalar, nima deydi? 100 misol uchun 30 ming deydigan bo'lsa-ga Bunyodjon. 2 yildan keyin ko'riladigan bo'lsa, bular 160 ming bo'lishi mumkin, 170 ming bo'lishi mumkin. Shuni noto'g'ri tushunib qolmasin deb narx aytmaganimiz sari endi baribir negativ fikrlar bo'lyapti. Shunaqaki. Shuning uchun shu videoda narxlarni aytib o'taylik. Shu bugungi narximiz aka 135 ming so'm bo'lyapti. 135 ming so'm. Bir dona jo'jamiz. Aka bu 15 kunda, 1 oyda balki narx o'ynashi mumkin. Balki aka orqa-orqa qaytadi. Misoldan bizga tan narxi arzonroq tushadigan bo'lsa aka, biz ham narxidan qaytarib arzonroq qilib beramiz. Bu jo'jalarimiz Fransiyaniki. Fransiya. Chetdan kelgan. O'sha Fransiyadan tuxumi o'tishini hisobiga rastamoshka bir balobatlar bo'lib, oshish, kamayishini hisobiga narx jo'jani ham narxi o'ynaydi. Xuddi shunday aka, o'ynab turadi. Shuning uchun imkon qadar narxini aytmaylik deymiz aka biz, o'sha noto'g'ri tushunishmasin deb. Chunki ular telefon qilgan vaqt boshqa narx aytsak, videoda boshqa narx aytgansan. O'tgangi yilgi narx bilan bu yilgi narx to'g'ri kelmay qoladi aka. Shu 20 kunlik ham go'shi. Bular hozir o'rtacha hisobda 350 gramm. Shunaqa 350 gramm plus. Xo'p, bularda tumshuq va tojlarini kesilishini sababini ham bir aytib o'taylik. Aka, tojini kesishimizdan asosiy maqsad suv ichgan vaqtda toji aka kurkani bilasiz, o'sib ketgan bo'ladi. O'sgan holatda bo'ladi, suvga tushib qoladi. Har suv ichganda suvga tushavergani sababidan aka shamollash tezlashadi. Birinchi sababi shu, tumshuqlarni kesishimiz sabab aka bir-birini jarohatlab qo'ymasligi uchun juda burgut tumshuq bo'ladi. Yemni to'kib yuborish nimasi ortib ketadi aka, tumshuqlarni kesmasak. Shu sababdan aka kesamiz tumshuq tojlarini. Bular shu 20 kunlikka to'lguncha necha marta vaksina oladi bular? 2 marta vaksina qilinadi aka. Shunda to'liq vaksinalar qilinadi, o'lim holatdan o'tiladi va olgan odam ham o'ldirib qo'yish ehtimoli kamroq bo'ladi. Xuddi shunday, o'zi tabiiy o'lim holatdan 20 kungacha o'tadi.
undan u yog'iga yem suvini berib, havosini yaxshi saqlab tursa, dim joyga qo'ymasa aka, yaxshi katta bo'laveradi undan yog'i. Keyin buni eshitdim, buni go'shtlari o'sha 25 kilo o'rtacha hisobda sredniy oladigan bo'lsa 25 kilocha go'sht qilar ekan. Buni go'shtlarini kolbasa sexlar olar ekan. Restoranlar, kafelar olar ekan. Shunaqa. Keyin bu haligi parhez nima deyiladi? Parhez taom deyiladimi bu? Parhez taom. Parhez taom restoranlar oladi. Keyin aka o'zimiz bozorlar ham ancha bu narsani tushunib qoldi. Oldin kurka go'shti unchalik talab ko'p emas edi. Hozirgi paytdagi bozorlarda ham kurka go'shtlari ko'payib, odamlar kurka go'shtlarini so'rashni ham boshlab qoldi. Bozorlarda ham sotilishni boshladi aka. O'sha haligi kurka kolbasalari ham bor-da. Misol uchun hot doglarda ichida indeyka, hozirgi chiqib turgan har bitta magazinda, morozilkasida burgerlar, keyin sendvichlar chiqdi. Ularda ichida indeyka go'shtlari bor-da. Xuddi mana shuni go'shti. Xuddi mana shuni go'shtlari, Ana xo'roz. Bu hozir xo'roz maka ajramagan. Yo'q. Sotuvda ham shunday beriladi. Shunday beriladi aka, 1,5 oy, 2 oylikda xo'roz makoni ajraydi. Gap yo'q. Hozir bir boshdan beramiz. Shunda ham aka 60% plus beradi xo'rozini. Chunki bu go'sht yo'nalishidagi narsa. Makoni ham go'sht yo'nalishida. Makoni ham go'sht yo'nalishida. Imkon qadar xo'rozi ko'p chiqadi bunda. Dastavkalari qanaqa bo'lyapti? Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab bor. Yo'nalishimiz bo'lsa aka, qancha miqdor bo'lsa chiqarib beramiz. Faqat o'sha yo'nalish bo'yicha telefon qilishaveradi. Vohalarga ham ko'p ketadi bu narsalar. Juda ko'p. Xorazm, Qoraqalpog'iston. Gap yo'q. O'zbekiston hamma joyiga bor dastavkalarimiz. Gap yo'q. Qadrdonlar, qisqacha video obzor qilamiz. Agar biz bera olmagan qanaqadir savollar yoki bo'lmasa o'zlaringni qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'lsa, akalarimiz nomerini ekranda yozib qo'yamiz. Bog'lanaverasizlar. O'sha manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'onani Bog'dotidan, Cho'rindi qishlog'idan bo'lyapti. Bunyodjonni hamma taniydi. Laykni bosib, tanishlar guruhlarga tarqatib qo'yaverasizlar. Bunyodjon, ma'lumotlar uchun rahmat. Salomat bo'lasiz. Rahmat aka, sog' bo'linglar sizlarga ham, kelganlaring uchun.